Qadrli teletomoshabinlar, davom etamiz. Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini ayni vaqtda tomosha qilib bormoqdasiz va studiyamizda ilk mehmonlarimiz ko'rinish bergan, ularni tanishtirib o'taman. Termiz tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Shuhrat aka Xurramov hamda Termiz tuman 3-sonli madaniyat markazi badiiy rahbari Nargiza opa Jalilovalar tashrif buyurishgan. Undan tashqari juda ham ko'plab tajribaga ega bo'lgan ijrochi Qorayev Ravshan aka ham bugun studiyamiz mehmoni. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum avvalambor. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? A'lo darajada. O'zlaringiz yaxshimi? Rahmat. Sizlarni ko'rib xursand bo'ldik. Bugun studiyamizda faqat ijodkorlar, ijodiy jamoalar tashrifi va o'ylaymizki, bugun chiqishlarimiz ham bir-biridan o'zgacha va takrorlanmas bo'ladi. Shunaqa. Keling dastlab tuman madaniyat markazi faoliyati haqida ozgina gaplashib olsak. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi ijodiy ishlar bilan? Men Termiz tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Sherzod Hurmatovman, Shuhratovich. Bizda madaniyat markazimizda 21 nafar xodimlar faoliyat yuritadi. Biz mana shu 9 oy davomida xalqimiz uchun hamda yoshlar mahallalarda konsert dasturlari, spektakllar namoyish etib kelyapmiz. 9 oy davomida 81 ta tadbirlar o'tkazdik. Davlat tadbirlari hamda konsert dasturlari hamda teatrlashtirilgan spektakllar. Shu 9 oy davomida faoliyatimiz juda yaxshi o'tdi. 4 ta yangi asar, yangi spektakllar tayyorladik. Gala konsertlar qo'ydik, namoyish etdik. Uni ham rejissor sifatida tayyorlab xalqimizga armon etdik. Shu munosabat bilan madaniyat markazimiz xodimlari, ijodkorlari xalqimiz uchun hech qachon charchamasdan faoliyat yurityapti. Biz men har ommaviy axborot vositalarida intervyu berganimda aytib o'taman. Har bitta tashkilot shaffoflik nazarida hisobot berib borish, hisobot o'zini faoliyatini, hisobotlarini berib borish xalqimiz uchun hisobot berib borish tarzini o'zimga men reja qilib olganman. Bu odat tusiga kirgan. Odat tusiga kirgan. Mana hozir 9 oylik yakuni bo'yicha ommaviy axborot vositalari bo'yicha hisobot beryapmiz. Yil yakuni bo'yicha yana shu rejamiz bor. Nasib bo'lsa inshaalloh shu yil yakuni bo'yicha konsert dasturlari, hisobot konsertlari hamda ommaviy axborot vositalari orqali o'zimizda qilayotgan faoliyatimizni yoritib boramiz. Albatta. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilingan madaniyat muassasalarini rivojlantirish bo'yicha unda aholiga madaniy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, ularning madaniy ehtiyojlarini qondirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tishini ta'minlash, ijodiy jamoalarning milliy qadriyat, urf-odat va an'analarni o'zida mujassam etgan namunali dasturlarni shakllantirish belgilab berilgan. Bu bo'yicha bugun ko'ramiz bizga tuman madaniyat bo'limidan qanday chiqishlar tayyorlab kelishgan. Nargiza opa, badiiy rahbarlari qanday chiqishlarni olib keldingiz bugun? Bizda 3-sonli madaniyat markazimizda 3 ta jamoamiz bor. Hozirgi qo'g'irchoq spektakl nimamiz bor, teatrimiz bor, marvarid folklor jamoamiz bor, gunesh ashula va raqs ansamblimiz bor. Mana shu 3 ta nimamiz har faoliyati yaxshi, juda ham shu nimamiz bilan jamoamiz bilan ancha konsertlarda birga bo'lib chiqamiz, boshqa qilamiz. Shu qo'g'irchoq teatrimizda Ali va Vali degan spektaklimizda shu yil mana endi 9 oy nimasida barcha maktablarga, nimalarga, bog'chalarga qo'yib nima qildik? Namoyish etdik. Hozirgi yana bitta spektakl o'zimizda jamoa nima qilyapti? Afandi va 4 ofat degan komedik. Uni endi tashkilotlarga nima qilganmiz, rejalashtirganmiz. Katta yoshlarga insonlar. Katta yoshlarga. Juda yaxshi komediya. Endi hozir shu komediyadan ham ozgina parcha olib kelganmiz, atrofga. Nargiza opa, o'zi eng ko'p yillar davomida tomoshabinlarga taqdim etilayotgan qaysi asar bor repertuarlaringizda? Bizda mana shu hozir Ali va Vali juda yaxshi nima ketdi, spektaklimiz. Oldin nima bu? Zumrad va qimmat.
o'zimiz ham ishtirok etganmiz, shunda qo'g'irchoq nimada ham olib chiqqanmiz. Juda demak, yaxshi. Katta yoshdagi Kattalarga ham, teatrlar va qo'rchoq teatrda maktab ham nimalariga ham bir xil vaqtda ketgan. shunday bo'lgan. Juda yaxshi xalq nima qilgan, kutib olgan boshqa. Yondashuv qanday bo'ladi? Shu menga qiziq. Juda yaxshi. Shu spektaklimiz juda ham yaxshi, shu spektakl bilan juda yaxshi yutuqlarga erishganmiz. Bu nima folklor jamoalarimiz bilan ham xalqimizni hech qanday bo'sh vaqtini biz nima qilmaganmiz-da. Hammasini bo'sh vaqtlarni ham 7 yoshdan 70 yoshgacha konsert programmalarimiz ham boshqacha qo'yilib bo'lgan. Mazmunli o'tgan bir so'z aytganda. Parcha ko'ramizmi Marjonaxon, nima dedingiz? Albatta, jon. Taklif qilsak, demak, hozir menimcha u sahna chiqishi Askiyaga bevosita bog'liq. Demak, aktyorlarni chaqiramiz, marhamat. Odamlar, eshitmadim demanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz joyidami? Charchamay, netmay, alabay. O'lmangizlar. Azizlar, men hozir sizlarga Buxoro xonining farmoni yetkazishni o'z zimmamga olib keldim. Agar ruxsat bersalaringiz boshlasam-a? Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglangizlar. Buxoro xoni farmon qiladilar. Xon farmoni vojib. Va lekin Buxoro xonligida qurorbordorlik, zobitlik qilganlarga yangitdan uylar, yangitdan ot aravalar berilsin. Va lekin bu sovg'alarga qo'shib, o'zga yurtlarga chiqish uchun alohida guvohnoma taqdim etilsin. Eng qiziq joyi, eng shirin joyi ushbu guvohnomaga qo'shib 4 nafar ayolga uylanish huquqi berilmoqda. Qanday ajoyib. Tog'orada zog'ora. Tanish ovoz. Zog'orani yopolmay, dog'da cholgan bir ovora. O'lmang. Zog'orani yopolmay, dog'da cholgan bir ovora. Yorim ketaman deydi, ketkizgani qo'ymayman. Yashang. Yorim ketaman deydi, ketkizgani qo'ymayman. Qo'ymang. Yo'llariga chil bosib, dog'da o'tkazgani qo'ymayman. Qo'ymang. Assalomu alaykum haloyiq. Omonmisiz? Va alaykum assalom Nasriddinjon. Sog'liklaringiz joyidami? Rahmat, shukr. Avvalgiga qaraganda anchagina dadilsiz. Rahmat. 5 ta eplash qiyin bo'lmayaptimi? Yaratganga shukr. O'zlari qanday taqsir? Sog' salomat. Rahmat. Xudoga shukr. Rahmatingizga shukr. Mana shu Buxoro xoni va sizlar sabab bitta emas, ikkita emas, 4 xotinli bo'ldi-ga. O'lmang. Endi Buxoro xonining hadyasi 4 ta. O'zingizniki bilan 5 ta da. Shunday. Haligi sizlarga-ku xotin topdik. Sizdan keyingilarga ham xotin topdik. Va lekin bizning dardimiz o'sha. Taqsir, siqilmang. Bu zarar, Sizni ham dardingizni nasib bo'lsa yaxshilaymiz. Sizga ham topurmiz nasib bo'lsa. Umr yo'ldosh. Nasib. Haligi Nasriddinjon. Agar esingizda bo'lsa, ba'zi bir sabablarga ko'ra sizning to'yingizni bir ko'ngildagidek qilib o'tkaza olgan joyimiz yo'q. O'shacha. Agar xo'p desangiz hozir fursatdan foydalanib sizni to'yingizni bir ajoyib tarzda o'tkazib olsak alabay. Orzuyimdagidek bo'ladi. Yashang. Sizni to'yingizni yanada bir ajoyib o'tkazish uchun bir ajoyib san'atkorlarni taklif qilganman. Ajabo. Termiz tuman madaniyat bo'limining ijodiy xodimlari sizni to'yingizni o'tkazish uchun xizmatga shay holatda turishibdi. Barakalloh. Yashang. Agar xo'p desangiz ustozoda san'atkorimiz bor. Ravshan aka Qorayev, shu kishiga bir navbatni bersak, siz uchun Bandaman degan nomli bir ajoyib qo'shiqni ijro qilib beradilar. Ma'qul. Juda so'zlar. Unday bo'lsa, marhamat. Qani.